Videoni ko'rishdan oldin bizga obuna bo'lib qo'ying. Olib qolgan mashinamiz Gentra, zavod gaz, zavoddan gaz bilan chiqqan. Bu gazni umuman harakatlanmaydi. Bu gazni yechib tashab, original stak 200 golfasi 01 injektorlari bilan qo'yib beramiz. Ikki rejimli prashka qilamiz gaz benzinga. Gentrada yuradigan bo'ladi, xudo xolasa. Tayyor bo'lgan holatini ham qo'yib beramiz, kuzatishda davom eting. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Zavod gazni yechib tashab, stak 200 golfasi taqdik. E'tibor beringlar montajlariga. Akkuratni chiroyli chiqqan. Hozir buni bitta test drive qilamiz. O'zingizlar baho berasizlar. Mashinamiz bitdi. Mashina test drive'dan o'tdi. Ko'rganlaringlardek cho'tki, idealni yuribdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ne только gaz bo'yicha, mashinaning programmalari, yurishlari, qanaqa nuqsonlari bo'lishidan qat'iy nazar bizga olib kelsanglar, idealni chiroyli sizlarning yurish reaksiyalariga qarab to'g'rilab nasr qilib beramiz.